O'zbekiston kapital bozori xorijiy investorlar uchun yanada ochiq va qulay bo'ladi. Yangi qonun loyihasi chet elliklarning yurtimiz bozoriga pul tikishini qanday yengillashtiradi? Keling, ko'rib chiqamiz. Shulardan biri chet ellik nominal saqlovchi instituti. Bu nima degani? Bu xorijlik investorlar uchun qurilgan mustaqil moliyaviy ko'prikdir. Bunda vakolatli organ tomonidan tan olingan xorijiy investitsiya vositachilari, kastodianlar va banklar, shuningdek, xorijiy va xalqaro qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariylari O'zbekiston kapital bozori infratuzilmasining to'laqonli ishtirokchisi sifatida e'tirof etiladi. Endi chet ellik investorlar Toshkentga kelib o'tirmasdan o'z yurtidagi banklar orqali bizning bozorda mijozlar nomidan harakat qilishi, bitimlarni ro'yxatdan o'tkazishi, huquqlarni tasdiqlashi va manfaatlarni ifodalashi mumkin. Shu bilan birga mahalliy kompaniyalarimizning ham xalqaro kapital bozoriga chiqishi, ya'ni dunyodan to'g'ridan-to'g'ri investitsiya olib kirish uchun qulay huquqiy mexanizmlar yaratiladi. Bu o'zgarishlar transchegaraviy hisob-kitoblarni yengillashtirish, xalqaro depozitariylar va kastodianlar bilan hamkorlikni kengaytirish hamda xorijiy investorlar uchun huquqiy kafolatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.